Assalomu alaykum akalarim, ukalarim. Xudo xolasa, mana qarshilarda labo tayyor holatda. Ushbu labo universal variant bo'lgan. Akalarimiz bizani Instagram tarmoqlarida kuzatib, ishimizga havas qilib tashrif yurgandilar. Mana o'zlariga yoqqan variantini tayyor qilib bitirib berdik. Xo'p, akalar buni balandlik keladigan bo'lsa, balandliklari pol qismidan tom qismigacha 1.55 davlat standartlariga muvofiq qilib yasalgan. Oldi tomoniga e'tibor qilinglar. Oldi tomonlari forchkali qilib berilgan. Shu forchkaga bemalol uzun bo'lgan yuklarni oldidan chiqarib ortib ketsanglar bo'ladi. Orqa tomondan ko'rinishlari okalar. Aytgancha, tepa qismlari ham alohida ochiladi. Masalan, mashinaning gabaritidan katta bo'lgan yuklarni ham bemalol o'z manziliga yetkazib yuborsanglar bo'ladi okalar. Tentlarimiz har doimgidek koreyskiy tent bo'ladi. Orqa tomonlari mana klapan deyiladi. Misoli baraban bo'lgan. Okalar, bir narsani eslatib o'taman. Bilgan biladi, bilmagan uchun foydali bo'ladi degan umiddaman. Mana shu narsasini, kalsiolarini har doim taqib yuringlar akalar. Agar yangi tent qildirib chiqib ketdingizmi bugun, misol uchun bir hafta agar taqib yurmasangiz, mana shunaqa holatda o'ynab yuradi, bilasiz, shamolda necha ming marotaba qimirlashini o'zingiz tasavvur qilib olasizlar. O'sha paytda shu pastga joyini yo'qotib, pastga tushib qolishligi ehtimoli bor akalar. Shuning uchun doim hushyor bo'lib, shu joylarni taqib yuringlar, bilasizlar. Xudo xolasa, mana hozir ichki tomonlarini ochib ko'rsatib beraman. Okalar, mana ichki tomondan ko'rinishlari, oldi forchkani urvinida e'tibor qilinglar. Mana syomniy dugalari bor. Uzun bo'lgan yuklarni oldi tomoni va orqa tomoniga chiqarib bemalol boylab ketsanglar bo'ladi. Ushbu syomniy dugamizni mana mustahkam qilib berganmiz, qimirlamaydi. Agar buni bo'sh qilib qo'ysangiz, yuk ortilmagan holatda, pastga qo'yaman desangiz, pastda xalaqit qilib qoladi. Joyiga qo'yaman desangiz, shaqir-shuqur qilib, asabga tegib, eng qizig'i pastga tushib qolishligi ham ehtimoli bor. Shuning uchun biz mahkamroq qilib berganmiz. Xo'p, e'tibor qilinglar. Zapaska ballonlarini yon tomoniga olib berganmiz. Orqa tomonlarida mana gaz balloni borligi uchun akalar. Va yana unga qo'shimcha tentimiz oddiy klapan bo'lganligi uchun yuk tormoz bosganda orqaga ketish ehtimoli bo'ladi. Shuning uchun mana taxta soladiganlarini 1-2 ta qo'yib berganmiz. Zanjir qo'yadiganlari ham bor. Pollariga e'tibor qilinglar akalar. Birlik pressovni faner bilan apshibga qilib berganmiz akalar. Akamizning xohishlariga binoan. Akalar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekran pastda nomer qoldiramiz. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati, Yangiyo'l shahri joylashgan. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa, bugun 3-mart sanasiga ko'ra ushbu mashina pollaridagi faneri bilan va xuddi shu holati 7.400.000 so'mga dogovorning narxi bo'ldi akalar. Tentlarimiz koreyskiy, karkazlari, ya'ni qovurg'alari pol qismidan boshlab yasalgan. Ichki tomoni faneri, oldi 2 yoni 6 mm lik bo'ladi, poli 1 lik bo'ladi akalar. Va mana orqa tomoniga ko'p ishlatilganligi uchun alkafon qo'yib ketganmiz akalar. Bemalol aloqaga chiqinglar, xudo xolasa, bundan-da sifatli va bundan-da chiroyli xizmat qilishga harakat qilamiz. Obzorimiz yoqqan bo'lsa, like bosib, podpishka qilishinglarni so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.